Kultivatorlarimiz aslında doimgidek o'rtma kultivatorda 100% mahalliylashtirganmiz. 60, 70, 90, 76 hamma razmerga turiladi. O'g'itlagichi liniyasi, uchtasi kultivatori, chaqin diskalari, liniyalari orqada bor buni. Lekin qorada o'tganda tuproq bo'lmasligi uchun trilla qo'yilgan. Trilla mana shu kunda ishlaydi. Kimga kerak bo'lsa tayyorlab yetkazib beradi. G'ildiraklar ham bit bilan tushib chiqadi. Yo'qda bo'ladi. Metrlarga da qo'yilgan. Tayyorlanib hammasi. Diskalar stal qattiq metaldan tayyorlangan mana. Diskalarga kirib chiqadi. Marali ham kirib chiqadi. Sashnilari ham mana bosqichlar. Bu orqada kengayib borayotgan harakatlar bor. Kengayadi, so'rayadi harakatlari. Lapkalari, lapkaning ichida kesuvchi pichoqlari bor mana. Qo'lga yetadi. Bu imkonsiyada keyin qilgan mahal ishlaydigan pichoqlar mana. Pichoqlar uchun yana qo'shimcha pichoqlar qo'yilgan, chiroyli qilib. Kengayib, qorayib, tushib chiqib ishlaydi. Ekinda bo'yi 1.20 sm bo'lguncha ishlab bersa bo'ladi bunda bemalol.